Ajolla mana bu ko'ylagim bitti. Bu Anor Patiga, Umid opam Anor Patisiga kiyaman. Juda ham o'zimizda milliy o'zbekcha ko'ylak kiygim kelyapti. Kaketkali u qishloqlarda onamiznikida kiyardik-ku necha yil oldingi. O'shani kiygim kelyapti. Buni Xorazmlik qizimiz Shahnoza kelin bo'ldi-yu, uni oylari meni Toshkentda qilgan Anor Patimga olib keldilar, pombarxit. Yaxshi material. O'shani anor rang bo'lgani uchun ham qildim. Mana bu lozimi. Xudo xolisa Umid opammi Anor Patisda buni kiyaman, ko'rasizlar. Qalpoqlar bilan, sochlar bilan rosa chiroyli ketadi. Mana inobat tikib bitirdilar. Inobatjon katta rahmat, baraka toping sizga. Yetkizdi, mana har doim inobat menga yetkizib beradi patilarimga, kiyimlarimni. Juda ham chiroyli chiqdi, xursandman. Nima deyapti? Rayhon opa toch material yetdi deyapti-da. Zo'r, niyatingiz xolis deyapti-da. Ajoyib ayolsizda. Katta rahmat inobat, katta rahmat. Mana qizlarjonlar endi ko'rasizlar mana Anor Patida. Ko'rishguncha Farg'onada.